Moshin so'rab, NBN ofisiga kelganlarga moshin berilmaydi. Har xil bahona qilib, meni etim kasal, meni betim kasal, men muhtojman deb ofisimizga kelib yurmaysizlar, iltimos. Chunki unaqa qilib odam qilsa yig'ilib ketadi. Shuning uchun o'zimiz обязательно telefon orqali aniqlaymiz. Hammalaringga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Biz va'da qilingandek 3 ta mashinamizni Ramazon oyida muhtojlarga shunday podarka qilamiz deb va'da bergan edik. Ramazon oyining birinchi 10 kunligida bitta Matizimizni mana shu postda kommentariyasida faqatgina muhtojlarga tegishli telefon nomer qoldirishsa, o'zimiz har bittalari bilan bitta aloqaga chiqib, inshaalloh endi ko'proq layk yiqqan obunachi sal oldiroqqa chiqadi. Shuning uchun layk yig'ishga harakat qilasizlar. Xudo xolasa birinchi 10 kunligida Matiz, ikkinchi 10 kunligida Nexia, uchinchi 10 kunligida Damaz'ni shunchaki sovg'aga inshaalloh beramiz. Ishonmaganlar ishonmay qo'yaversin. Ishonadiganlar bemalol faqatgina muhtojlar kommentariyaga telefon raqam qoldirasizlar. Ushbu videoni maksimalni tarqatib, hammaga kirib kelgan Ramazon oyidagi barcha ajr savoblarni to'la-to'kis olishni nasib qilsin. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat. Inshaalloh biz yangiliklar qilishda davom etamiz. Ramazon oyida ish tartiblarimiz o'zgardi. 9:00 dan 17:00 gacha bo'ladi. Agar 17:00 dan kechikib keladigan mijozlarimiz uchun gastinsamizni tekin qilib qo'ydik. 1 oy NBN gastinsasi sizlar uchun tekinga xudo xolasa xizmat qiladi.